Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana Xudo xolasa navbatdagi obyektimiz ham tayyor bo'ldi. Bu obyektimiz Samarqand viloyatida Xudo xolasa 20 metrga bez ustun qo'yilgan holatda bo'ldi. Ko'rib turganlaringizdek, polni konteyner materialidan shotli holatda bo'ldi. Tepasigacha, tunikalarigacha yopib chiroqli qilib berdik. Oldi tarafi 17 metr, orqa tarafi 19 metr joyga perk o'zaro joyga qilindi. 12 ta to'sin tushdi. Sarroblari ham Xudo xolasa 4 talik gavarit bo'ldi. Oldi orqa tarafini eshikdan kiraverish joyi stoyka bilan stoykani orasi 8 metr qilindi. Xudo xolasa ko'rib turganlaringizdek, mana 20 metrga bez ustun holati 21 metrlik to'sin, lekin 20 metrga qilindi. Ichi 20 metr qoldi. 1 metr shapka chiqish bilan 21 metr holatda bo'ldi. Ko'rib turibsizlar, baquvvat, chiroyli holatda bo'ldi. Kimga mana shunaqa ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Ko'rib turganlaringizdek, 100% konteyner materialdan qilinadi. Bundan tashqari mini stadionlar, katta skalatlar tomlari, kichkina naveslar bo'lsa ham qilinaveradi. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab aloqaga chiqarasizlar. Katta kichkina ob'yomlar farqi yo'q. Ob'yom bo'lsa bo'ldi, qilinaveradi. Ko'rib turibsizlar, to'sinlarimiz ham juda baquvvat holatda, chiroyli holatda qilindi. Xudo xolasa ishlarimizga garantiya, baquvvat bo'ladi. Konteyner materiallar ham arzon tushadi, bozor materialiga qaraganda jiddiy arzonroq tushadi. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab aloqaga chiqarasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz bemalol. Holati 20 metrgacha bez ustun tashlaveradi. 20 metrdan oshig'i Xudo xolasa qilganmiz. 20 metrgacha bo'lgan ob'yomlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa qilib beraveramiz. Ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna qo'yinglar. Xudo xolasa bundan keyin ham qo'yadigan videolarimizni birinchilardan borib ko'rasizlar. Stoykalarimiz, taylari, mana lapkalar qo'yib, juda chiroyli qilib baquvvat qilib berganmiz. Mana shu holatda aloqaga chiqarasizlar. Kimga mana shunaqa ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolasa aloqaga chiqasizlar. Ob'yomga qarab, joyiga qarab hisob kitobini qilib beramiz, holatiga qarab Xudo xolasa aytaverasizlar. Kvadratga esa kvadratga, metrga esa metrga Xudo xolasa o'tkazaveramiz. Mana Xudo xolasa ustakalarimiz ham bitirgan, ishni bitirib bemalol ketishga tayyor bo'lib turishibdi. Aloqaga chiqarasizlar.